Bizga ma'qul keldi. Rahmat. Mana shu ishimizni yengil qildilaringiz. Har kun jodi bilan qilqardik, azob, qiyin. Kamgina non tortsa qilmasdi. Mana hozir 5 minutda bizning 1 soat, 2 soat ishlaydigan ishimizni 5 minutda nima qilib berdi. Rahmat. Mana. Assalomu alaykum Hoji buva. Hormat. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz. Hoji buva, bu jodingiz qirg'mayapti-yu. Mana qarang, o'tmaganini. Nam tortib qolibdi. Nam bo'ladimi, quruq bo'ladimi Hoji buva? Bunaqa eski narsalardan voz keching endi buni. Olib boramiz, onasini yeymiz. Qarang endi mana. Altemur drabilkasi bor, legenda, chempion. Mana bismillah, qarab turing endi buni. Bu 40 kunimiz qiladi. Hozir jodda qirqarimizda ertalab sahar turib 1 soat 2 soat qirqardingiz. Bileta bir chesha qirqardingiz, bir qop qirqardingiz. Bu vaqtda ekonom bo'ladi. Ham tez bo'ladi, ham bundan chiqqandan keyin qiynalmaymiz. Umuman qiynalmaysiz. Qo'ylar mollarga bersangiz, bundan chiqarib isrof bo'lmaydi. Mana setkalari hozir o'sha qo'yilgan setkasida qo'yib olib mana Makka poyani chiqardik. O'sha nam holatda turgan bedapresingizni chiqardik. Buni tagida turibdi. Mana tagida turibdi mana bedapres ikkovini aralashtirib, momoqda qilib mana qo'ylar bor ekan, qani qo'ylarga ham bir berib ko'raychi. Qanday yeydi ekan, bir ko'raylikchi. Yani alışmakta çıkaydık. Bunu haması küçülüğü yaptım ya. Hamasını çıkayım. Bunu sağ ya başka pişireye geldim. Tamam indi. İyiydi. Biron nima qoldirmaydi bunda. Atxot qoldirmaydi, xudo xolasa Hoji buva. Endi Hoji buva bir gapirib berasiz. Nima deysiz? Altemur drabilkasini nima deysiz endi? Juda bizga ma'qul keldi. Rahmat. Mana shu ishimizni yengil qildilaringiz. Har kun jodi bilan qilqardik, azob, qiyin. Kamgina non tortsa qilmasdi. Mana hozir 5 minutda
bizning 1 soat 2 soat ishlaydigan ishimizni 5 minutda nima qilib berdi. Rahmat. Mana